Assalomu alaykum do'stim, juma muborak, juma ayyomingiz muborak bo'lsin. Mana bir jup, mana shu ikkovini juplaysiz. Mana u modasi, mana unisi nari. Ikkovini oyog'ida ana o'zi nimasi bor. Bittasi ko'k, bittasi so'zrang kalsosi bor. Mana shularni juplasangiz zo'r par bo'ladi. Kamagar. Mana qolgan 8 tasi. Bitta, ikkita, 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta, 7 ta. Mana unisi bilan 8 ta mana. Mana shu ikkovi tevada turgan bir tovoq. Mana shularda ehtiyot qiling, chunki ikkovi ham o'yinga o'tirib olgan yomon chiq ketyapti. Ayniqsa mana unisi tassillatib chiq ketyapti mana ko'kim tirrag'i. Bularda onasi mana u bo'ladi, mana oqi. Mana kaptallarni bir qator ko'rib oling. Mana hali to'g'risi mana sotmayman dedim, mana dumi qora qiyib berilganda. O'zimga zot uchun olib qolaman dedim. Olgan odam maza qilsin, qarochi kaptardi. Maza qiladi uchirgan odam. Qanoti dumi bilan baravar turibdi, uzunligi. Onasi 10 soatlab uchib beradi mashina. Moda chiqsa kerak mashinasi. Mana tovog'i tevada esa. Mana unisi bitta oldin chiqqan ashilardan. Bulardan rasa sotdim, tinmay so'rashyapti bularda. Bir uchirib ko'ring. Favqulodda orada nar modasi yo kam chiqib yo ko'p chiqadigan bo'lsa, xudo xolasa nasib o'zim qilib beraveraman yana bularga. Mana akasi bu tulovi tashab boribdi oxirgi gilamnilarni, ash gilamnilari yetsa haydin ish ko'rsatadi. Bu yoshligida 6 soatlab uchgan bu kaptar. Nar olib sayrab qo'ygan. Mashinardi mana u modaga qo'shsiz bo'laveradi. Mana u ko'kim tirraq moda. Shu xullas kaptarlar. Dumi qorani ham mana shu petnosi borni tagida jichcha oqi bor. Qolgani xudo xolasa bexijolat. Yaxshi kesmaligi, yaxshi joyida. Abrezligi yaxshi. Jichcha ashinasi, petnosi bor, boshida petnosi borda jichcha tagida oqi bor.